nimaga mamlaqa qora mashina haydaydigan yoki mamlaqa mashina haydaydigan yoki mamlaqa mashina haydaydigan odamlar mamlaqa mashina haydaydigan odamlarni mensimaydi. Sabab nimaga? Bizda o'lchamlar faqat katta mashina kiyimga qarab bo'lyaptimi? Bundoq olib qarasanglar, hamma shu tegimizda o'zi hammamiz bitta najasdan bir bunyod bo'lganmiz. Shu bir tomchi suvdan bunyod bo'lgan bir insonmiz-da. Bu gap hammaga tegishli emas. Lekin ayrim insonlar bilmayman, qora mashina minib olsa, yo bir oldiga tonirovka urib olsa, ayniqsa ko'chalarda ko'p ko'ryapman. Matiz, Spark haydaydigan odamlarni bor, ustiga chiqib bosib ketyapti-da. Tushunmayman, nimaga ketyapsizlar? Nimaga ketyapsizlar? Zo'rmisizlarmi? Dunyo sizlarnikimi? O'zi oddiy bitta najasdan bo'lgan insonsizlar, shu kibr qilayotgan odamlar. Manmanli egamga. Shayton kibri tufayli la'natlangan. O'sha batizga odam ham sizlar bilan bir xil odam. Kelinglar bitta joyga tushasizlar, bitta go'rda yotasizlar, hammanglar bitta go'rda yotamiz, hammamiz to'ysiz. Yoki sizni tonirovka qilingan to'tni olib ketishmaydi-yu, uni oddiy yog'ochdan yasalgan bir o'tinga solib ketishmaydi-yu. Iltimos sizlardan ko'chada yurganda mana shunaqa katta mashina haydaydigan ayrim akalarimiz ashshi bilatnoy bo'lib ketayotgan bo'lsanglar ham bor-ku, qoshig'imga-da. Men juda ko'p ko'raman, mana shu Matiz, oddiy mashina minib olgan, ashshi mensimayotgan odamlar vashshi ko'p. O'zi minib olgani bitta Powerbank. Bo'lsa bir $10,000 qimmat shu mashinasi. Nimasiga kibr qiladi hayronman. Salomat bo'linglar.